Yo'q, qondaysizlar, YouTube ahli, hammaga kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va bu yangilangan emas, lekin juda ham ajoyib Minecraft. Bu yerda tugma qo'shilganini ko'rib, launcherni nasroga qilish kerakmiz va biz Minecraftimizga kiramiz. Ochamiz va siz buni qarang. Chekkada 10 tomonini pastda va M tugmasi ham invertorni bosish ham bir xil joyga olib kiradi. Va buni qaranglar, qanday zo'rayib buni. What the fuck? Wow, hamma narsa ajoyib. O'ziga xos, wow. Shunchaki gap yo'q nima? Buni bug bo'lgan deb o'ylagandim. Bular bloklar ekan-ku. Potion ham bormi nima? Bunda potion ham bormi? Potion. Va noma'lum blok ham bor. Potion bu versiyada yo'q edi-ku. Qani. Potion yo'q-ku. Yoki bu men ham hammasini ko'rishga ulgurganim yo'q. Mana bu narsami? Nima o'zi mana bu nima? Buchi. Mana bug bo'lgan ekan. Yana bug bo'ldi. Mana. Bu ham xuddi o'sha narsa ekan. Bu yerda olov yonib turibdi. Ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib. Men hamma narsani ko'rsata olmayman. O'zingiz kirib tushunib olsangiz bo'ladi. Wow. Короче, men bu yerni hammasini tushunib oldim. Mana bu tezlik. Bu maksimal darajadagi tezlik. Wow. Agar men uchsam-chi va yugursam. What the fuck? Yaxshi buni tushirib qo'yamiz. Boshqa joyga ketdim. O'rtachasi qanaqa? Bu ham tez. Lekin juda ham yana maksimal darajada tez bo'lib ketdi. Wow. Bu player speed ekan. Va bizda spektator rejimi ham bor. Opa. Mana bizda spektator rejimi. Ko'ryapsiz-ku? Wow, juda ham zo'r. Lekin hayvonlar sizni ko'ra olishadi. Ularni ko'paytirish bilan hammasi bor. Ko'rib turganingizdek izlatish ham bor. Va mana mening yuzim. Wow. Zo'rlanamiz. Qanday kiyadi buni? Buni qanday qilib kiyadi? Bu kuchaytirsa bo'lar ekan. Endi buni qanday kiyadi? Saqlaying. Hammasiga kuchaytirsa bo'lar ekan. Faqat qanday kiyishini bilmayapman. Va ko'rib turganingiz juda ham zo'r. Men bu Minecraftni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman.